Assalomu alaykum qizlarjonlar. Faberlic kompaniyasining atirlaridan ko'pchilik ayollarimiz foydalanishini yaxshi bilamiz. Yaqinda novinka atirimiz sotuvga chiqdi va mana shu atir bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Mana yangi, hozirgina ochdim. Bu atirimiz Murmur Moko deb ataladi. Shirin hidni yoqtiradigan, kofe hidini yoqtiradigan ayollarimiz uchun maxsus tavsiya qilinadigan ifor ekan. Juda ham приятный, ayniqsa qis poshchalarimizning sarpasini ochib beradi. Qaranglar, qanaqa dizaynda, qaranglar. Korobkalari ham shunaqa asal. Har bitta qizni sarposini bezaydi. Va albatta nima uchun sarpo? O'zimizni yaxshi ko'rgan ayollar uchun ham mana shu iforni tavsiya qilaman. Yana bir marta eslatib o'taman. Shirin hidli, kofe hidini yaxshi ko'radigan ayollarimiz uchun maxsus Murmur Moko atiri.